Eslayman, top 3talik aytsam ham bo'ladi. Kamolon osh, Beshqozon, aynan Teleminora filiali va Oloy bozorining orqasida oshxona bor, Zig'ir osh degan. O'sha yerda agar toplik qo'yadigan bo'lsak, o'sha Zig'ir osh nomer 1, Kamolon 2-o'rinda, 3-o'rinda Teleminora, Beshqozon. Qachon oxirgi marta tanov? Kechagi osh yaxshi edi, Xorazm osh. Eng mazali osh. Men hozir Toshkent to'y oshini yaxshi ko'raman. Har safar yeganimda maza qilaman. Men uchun eng yaxshi osh bu Toshkent to'y oshi. Qachon yeganingiz? Oxirgi martami? Oxirgi marta bir hafta bo'ldi, o'rtoqlarim bilan borib maza to'y osh yedik. Albatta, osh bu O'rta Osiyo xalqlarining milliy taomi hisoblanadi va osh har bir xalqda har xil tayyorlanadi. Eng yaxshi ko'rib iste'mol qilgan oshim bu albatta onam tayyorlagan osh birinchidan, ikkinchidan esa Toshkent milliy oshi juda ham yoqadi.